Yaxshimisizlar, tuzuymisiz hammanglar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisiz, tuzuymisiz, charchamasdan? Qanday bo'lyaptimi ishlar? Rahmat. Xo'p, nima uchun aynan bizni tanlaysiz va bu yerda sizga nimalar manzur bo'ladi? Bu yer nimaga manzur bo'ladimi? Bu yerda xullas men hamma qidirgan narsalar bor. Ko'proq hozir Xitoydan zakaz qilishyapti-yu narsalarni. Menga bu yerda hamma narsani o'zim kelib topib ketishim, nima desa, haligi boshqa joylardan olib kelinayotgan narsalarning birinchi qo'lligi yoqadi. Обязательно menga birinchi o'rinda tayyor buketlar borligi yoqadi bu yerda. Ishlab chiqarish ko'proq o'zlaridan bo'lgani uchun yoqadi menga. Ishlab chiqarishlari ham ko'proq o'zlaridan. Birinchi qo'l hamma narsasi, mahsulotlari Xitoydan to'g'ri prямо shu yerga kelib tushgani uchun menga ko'proq yoqadi. Bu yerda nima desa bo'ladi, o'zimga kerakli tuvaklarni qidirib topaman ko'proq. Bu yerda tuvaklar, masalan, bular o'zimiz boshqa joylarda olsak qimmatda. Hozir bularni biz shu yerdan olganimiz uchun arzon. Keyin hamma vibr, hamma narsalar borligi uchun yoqadi menga. Ko'proq qizlar bu yerda o'zlari buket gul o'rab, o'zimiz birinchi qo'l olganimiz ham arzon tushadi bizga. Bozordan yo ishchilar o'rab, boshqalardan olganimiz emas. Bulardan hamma narsa birinchi qo'l bo'lgani uchun yoqadi. Kalyanlar bor bularda. Bular ham vibr ko'proq. Hamma narsasi, sopol tuvaklari ham vibr. Bularni ham o'zlari ishlab chiqaradi. Xullas bu yerda hamma narsa sex o'zini ichida bo'lganligi uchun menga yoqadi. Hamma narsani mana shu yerdan topsa bo'ladi-da bu yerdan. Buket gullarni ham arzon olib ketamiz. Olib sotsak ham arzon tushadi o'zimizga. Tuvakda tayyor gullar ham bor, qog'ozlari bor bu yerda. Korobkali sovun gullari ham o'zi shu yerda bor, hammasi. Ichkarida ham vibrlar bor, tanlab olsa bo'ladi. Bularni ham sizlarga bir ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda hamma tayyor gullarni o'zingizlar vibrini tanlab shu yerdan olishinglar mumkin. Bular dastali gullar. Mana bunaqa bo'ladi, dastalari. Tayyor holatda bo'ladi bu dastalari. O'zingizlar tanlab olib ketasizlar. Bu yer asosiy sex bo'lsa, ishlab chiqarish bo'lsa, narigi tomonda qog'ozlarimiz, hamma narsalarimiz bor. O'ta chiroyli qog'ozlar bor. Ikki yerdan topolmagan kresh qog'ozinglarni, hamma gul qog'ozlari shu yerdan topasizlar. Bu yoqda tayyor kalyanga qilib qo'yilgan gullar bor. Buni zakaz asosida hammanglarga qilib beradi. Xohlagan variantinglarda uylarga dekorativni gullar, bunaqa gullar, hamma narsani tayyorlab beramiz. Bizda где-то yozuvlar ham bor. Yozuvlar ham o'zimizda sexda ishlab chiqariladi. Yozuvlar bunaqa mana. Hamma narsani yozib beramiz. Xohlagan mavzularda, xohlagan gapinglarni. Ramazon kelyapti. Ramazon kelyapti mana, tortlarning ustiga, tortlarga ham hamma narsaga vibr qilib chiqarib beramiz. Bunaqa yog'ochli mana bunaqalari ham o'ta vibr ko'p mana. Sovun gullarga o'ta mana mashlarni rama. Mana mashlarni xullas bu yerdan mana tikonli atirgullarni ham topsanglar bo'ladi. Tabiiy atirgulni o'zida bu mana qaranglar. Buketlar qilsanglar, kutinli qilib yasasanglar ham o'ta go'zal chiqadi. Xullas bu yerdan hamma narsani topsanglar bo'ladi. Skoch, kille, qog'oz, bantiklar, gullarga shunaqa narsalar, hamma narsa vibr rang-barang, rasvetkalari ham o'ta ko'p. Bu yoqqa keldim endi mana. Kresh qog'ozlarimizga keldik. Mana qog'ozlarimiz assortimentlari o'ta ko'p. Bu bolani o'zi ko'rsatib beradi hozir bir qator. Men sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Bu yoqda hammasi mana qog'ozlarimiz. Hammasi vibrlar o'ta ko'p. Hozir mana tabiiy gulga o'xshab o'rayotgan gul qog'ozlarimiz, kapalak gullarga salafonlarimiz ham bor. Bu yerlarda kapalak buketlarga ham bemalol topsanglar bo'ladi. Bu yerda assortiment o'ta ko'p. Bu yoqda lolalar. Lolalarimiz ham tabiiyga o'xshaydi. Silikonli lolalar barglari, o'zlari, buni ham ranglari bor. Bemalol qo'rqmasdan zakaz qilaveringlar. Dastavkachilar o'zlari olib qo'llaringga berib sizlarga juda chiroyli muomalada qiladi bu bolalar hammasi rosa zo'r. Bu yoqda marjonlar bor gullarga. Keyin Xitoydan zakaz qilib mana uyda o'tirayotgan bekorchi ayollar bor-ku. Shularga shu narsalarimiz ham bor mana. Hozir Xitoylardan zakaz qilib olib keltirib uyda gul yasayapti. Shulardan assortimentlari ham bor bular, ranglari bor. Hozir bu yerda tugab qolibdi. Olib ketib men qizimga olib borib berganman gul yasagan uyimizga.
juda chiroyli qilib. Keling, gul buketlarga shunaqa narsalar bor. Bu yoqlar shunday dalchi ketaverasizlar. Narsalar o'ta ko'p. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Bu yoqlarga ham olib borib ko'rsataman sizlarni mana. Bu yoqlarda gullar, barglar, zelellar, hamma narsa bor. Bir qator o'zingiz kirib ko'rsatib bering endi. To'yxonalarga gullar qilyapti-yu, unaqalarga. Shulardan ham bor. To'yxonalarga, stollar ustilarga manzarali qilib qilayotgan gullar bizda bu yerda bor. Bemalol topib olib ketsanglar bo'ladi. Sizlarga yaltiroq zarliklari ham bor. To'yxonalarga asosan hozir dekorativ gullar qilyapti, shu narsalar ham bor. Mana bunolaridan ham mana kolokonchiklari, zarliklari, shulardan ham kelgan ekan mana. Ulardan ham bor. Olib ketishinglar mumkin. Yana bitta xona bor. Uni ham ko'rsatib ketaman. Maqtanib keting hammanglarga. Qaranglar, sovundan shunaqa buketlar bor korobkada. Bemalol chiroyliligini qaranglar buni. Bir nima desa bo'ladi? Приятный hidi bor buni. Buket qilsanglar, nima qilsanglar ham endi chiroyli narsa-da bu. Atirgulliklari bor mana. Buni hamma rangi bor, hammasidan topsanglar bo'ladi. Mana sizlarga bugun polniy o'zim obzor qilib beraman-da. Bu xonaga kirsanglar ham, bu xonada ham hamma narsa bor. Gidey sumkalar ham bor bu yerda. Podarchniy mana hozir borib boshqa joylardan istab topib kelasizlar-ku. Bularda birinchi qo'lda bu narsalar bor-ku. O'zim ham birinchi marta narxini eshitganda hayron qolganman. Buni qizil varianti ham bor, bunaqa ichida. Bemalol to'yda gulni yasab, bayramlarda solib qo'ysanglar bo'ladi. Bu variantdan ham bor mana. Ranglarini qaranglar. Bitta neobычный chiroyli narsalar bor-da. Hamma narsani topib ketasizlar. Hamma narsalar bor. Arzimagan narsalargacha bor-da, hattoki kelib istamasdan ko'rmadik deb ketmanglar, so'ranglar. Qayerda nimalar, qayerdan topsak bo'ladi deb. Biz kelaverganimiz uchun qayda nima turishini bilamiz-da. Assortimentlari o'ta ko'p bu yerda. Hammasini joylashga ulgurmayapti. Chunki klientlar ham o'ta ko'p. Ikkita do'konda bir 10 tadan odam ishlasa ham ulgurishmayapti. Narxlarini Telegram kanaliga joylab qo'yishgan. Mana bularni qaranglar. Shu narxlarini bemalol so'rab, telefon qilib so'rasanglar, har kuni, har qachon, har qaysi vaqtda sizlarga telefon qilsanglar, telefonlarga javob berishadi. Telefonni o'chirib, отказ qilish, unaqa narsalar bo'lmaydi. Tovaringizni qo'lingizga olib borib berib, hamma narsani vaqtida qilishadi. O'ta neobычный zo'r narsalar bor-da bu yerda-chi, sizlarchi qidirib bu yerlarga bormanglar. Hammasi mana shu yerda bor. Rangini qaranglar buni. Mana internet portlatayotgan pat shu bo'ladi-da. Hozir gullarni qo'yapti-yu oralariga. Ofislarga dekorativni qo'yapti. Hozir hamma nima qilyapti? Biznes qilyapti, ofis ochyapti. Shu narsalar bizda bor. Bu xonani ham ko'rsatib berib ketaman sizlarga. Qolib ketibdi. Bu xonada ham assortiment o'ta ko'p. Bu xonadagi hamma narsalar bunaqa dastalik. Hammasi birga bir tabiiyga o'xshaydi. Shulardan buket o'rayapmiz, shunaqa chiroyli chiqyapti. Bugun sizlarga hamma yo'qda obzor qilib berib ketaman bularga. Bu yoqlarni ham ko'rsatib yuboring-ki, rosa chiroyli narsalar bor bu yoqlarda ham.
bemalol zakaz qilaveringlar. Qo'rqadigan, ishonchsiz emas bu yer. Hammasi ishonarli. Bu yerda yaxshi ishlaymiz, 5 yildan beri ishlayman men. Zo'r ishlayman. Qolgan mijozlar ham zo'r ishlaydi, maqtaydi. Men ham bu yerda birovlardan eshitib cheres kelganman. Hozir 5 yildan beri ishlayapman, zo'r ishlayapman. Endi qancha olsanglar tovarni, shuncha o'zlaring ham mazza qilib ishlaydigan joyda hamma narsa, hamma vibrlar bor. Ularga lokatsiyasini ham tushuntirib ketaman birato'la. Bir kelganimda bu yoq Baliqchi tomondan kelganinglarda, Andijondan kelganinglarda bu yoq ko'prikdan o'tganinglardan keyin bu ko'cha ham bor kirib borish uchun sizlarga. Daryoni bo'yidan kirib borsanglar ham bo'ladi. Bu Namangan tomondan kelganinglarda Cho'ja posti bor. Cho'ja postidan kelganinglardan keyin daryo ko'prikka yetmasdan turib burilasizlar. Kirganinglarda shu binolarda hammasi sexlar. Bemalol kirib borib xarid qilaverasizlar. Adresdan birato'la sizlarga tushuntirib ketyapman. Tekin maslahat.